Dopamine detoks bu haqida ko'pchilik eshitganmiz va men bu haqida challenge boshlaganman. Bunga mana Xudoga shukr 5-kun va bu challenge'dagi xatolarim, kamchiliklarim va yutuqlarim haqida gapirib bermoqchiman. Xatolarim va qiyinchiliklarimga to'g'ri keladigan bo'lsak, men o'zim ko'nikib qolgan va hammamizda ko'pchilikda kuzatiladigan reels ko'rish, ijtimoiy tarmoqlarda, TikTokda yoki YouTube'da ko'p vaqt o'tkazishga ko'nikib qolganligim sababli zeriksam yoki nimanidir kutib qolsam, sirazi Instagramda yoki YouTube'da yoki TikTokka kirib ketyapman. Buni ongsiz ravishda, avtomatik ravishda qilyapman. Buni vaqtida sezgan zahotim o'sha narsani to'xtatib, yana o'z yo'limda yo YouTube'da podkast ko'rishga, yo kitob o'qishga, yo o'z sohamda nimanidir bilishga harakat qilaman. Xo'sh, kamchiligi, challenge'ning kamchiligi men nima desam bo'ladi? Hamma shirinliklarni, yengil dafam beruvchi shirin vositalardan voz kechish haqida o'ylagan edim, lekin bu yerga mevalarni kiritish noto'g'ri deb o'ylayman, chunki mevalar bizning sog'lig'imiz uchun foydali va ba'zi bir vitaminlar bilan ta'minlab beradi. Lekin shunda ham 21 kun davomidagi challenge'imda mevalarni iste'mol qilmayman. Agar yaxshi natija bersa davomiy, agar yaxshi natija bermasa kelajakda mevalarni iste'mol qilish kunlik ratsionimga qo'shaman. Xo'sh, yutuqlarimga to'xtaladigan bo'lsak, eng katta yutug'im bu vaqt. Chunki men faqat ijtimoiy tarmoqlardan ishxonamda foydalanishim mumkin, lekin meni ishxonamda telefon ishlatishga ruxsat berishmaydi. Shu sababdan faqat zalga borganimda yoki ish bo'yicha biron joyga borganimda foydalanaman. Reels yoki Instagram ijtimoiy tarmoqlardan. Xo'sh, yana nima? Yutuqlarimdan eng kattasi vaqt menejmenti. Vaqtimni to'g'ri sarflayapman va o'zimning orzularimga yetish uchun shaxsiy rivojlanish haqida ko'proq bilimlarga e'tibor qaratishga muvaffaq bo'ldim. Xo'sh, yana qolgan narsalar endi hozircha 5 kunda o'zimda his qilayotgan jarayonlarimdan biri, yana biri aytganday diqqat va e'tiborning oshishi sezilarli darajada bilinyapti. Hammaga tavsiya qilaman. Men o'zim bu challenge'da qilayotganimni ichimdan xursandman va bu eskilar aytganday, o'zing yuragingdan to'g'ri qilayotganiga ishonsang, demak sen haqiqatdan ham to'g'ri qilyapsan. Xo'sh, hammaga omad. Kuzatishda davom etinglar. O'zi 180 tagina obunachim bor. Eng qizig'i